Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Aziz, muhterem, süyümlük Şarkı Türkistanlık kırımdaşlarım. Sizler bilen yeni bir kıtım mulakat oluşkunu isip kıygan Allah'ın hamdülillah olsun. Emma Allah'ın güzel salamları olsun. Bugünkü temimiz nasihatçilikning pardaqisi ve tebriqçi teşkilatlarının buzg'unchilik roli. Xo'sh, dünya tarixida bir millat arasida, bir davlatning o'z ichida bekmi ko'p urush bo'ldi. Tajovuzchilik va tajovuzchilikqa qarshi urushlarga qaraganda ichki urushlarning tarixi, vaqti va maydonga kelgan fojialik oqibatlar texmi ig'ir bo'lganligini ko'rish mumkin. Xitoylarning tarixiga qarasak, taki 2. Dünya urushigacha birlikka kelgan bir hukumat bo'lmagan edi. 2. Dünya urushining boshlanishidami Wang Jingwei'ning Yaponlarga tayangan bir hukumati mavjud edi. Militarist kumandanlar her ülke boyunca soqishgan edi. Bu Jiang Zemin'in omadi yoki siyosatni yaxshi o'ynaganidanmi ish qilib, oxirida kommunistlarning bo'lginchiligi mustasno qilinsa, birlikka kelgan Xitoy barliqqa keldi. Birining g'olibligi va kuchayishi bilan boshqalari yo yengilib el bo'ladi, yo bo'lmasa yo'qotiladi. Birlik mana shunday chiqdi. Oktyabr inqilobidan keyingi Rossiya ichki urushimi bir o'rnak. Rossiya ichki urushida kommunistlar bilan so'qishgan taraflar Kornilovning Oq gvardiyasi, Kolchak, Mahnu boshchiligidagi oqlar. Oqlar yengildi, yo'qoldi. Qizillar g'alaba qilish bilan birlik maydonga keldi. İspaniya ichki urushimi bir o'rnak. Kommunistlar Frankoning tarafdorlari bilan hokimiyat talashgan ichki urush. Amerika'daki Şimal-Janub urush. Bugünkü Afganistan'da bulunanlarmı bir örnektir. Bularning arasida birlashish bo'lib bakmadı. Belki raqiblardan biri g'olib keldi, qarshisidagilar mag'lub bo'ldi. Bu natija birlikni barpo qildi. Xuddi shunday agar Afg'oniston ichki urushidagi taraflar tashqi jihatdan rag'batlantirilmagan taqdirda Talibanlarning g'alabasi boshqalarining majburiy bo'ysundirilishi bilan birlikka kelindi. Xuddi shuningdek, Suriyadagi majrami chet el kuchlari aralashmagan taqdirda tez arada birining g'olib kelishi bilan natijalandi. Afsuski bu yerdagi bo'ri dasturxonidan har kim yo'g'onroq manfaat qomirish niyatida bu jidalni o'z mayliga, ya'ni Suriyaliklarning o'ziga qo'yib bermaydiganda qildi. Demek dünya tarixida bölünme halatidagi kuchlarning birlashganligiga doir bir misol yo'q. Ya yolg'on birlashib fursat kutishlar bo'ldi. Yapon qarshi urush davridagi Gomindan Gongsendangning milliy birlik sepiga o'xshash. Yoki ittifoqdoshliklar bo'lgan bo'lsa-mu, o'rtaq dushman birlikda yo'qotilgandan keyin qaytadan dushman bo'lishdi. 2. Dünya urushidagi ittifoqdoshlar. Buning misol bo'la oladi. Dünya tarixidagi barliq ichki urushlarning hammasi xarakteri jihatdan o'xshash bo'lib, hokimiyat qirsidan yoki ideologik ayrimlar tufaylidan maydonga kelgan taraflarning urushidir. Uyg'urlar orasidagi talash-tortishlarni amaliyotda ichki urushning qurolsiz shaklidir. Birlashish chaqiriqlari haqida bek ko'p to'xtaldik. Bunday chaqiriqlarga tayinib birlashishni ishga oshirgan misollar tarixdami bo'lmaganidek bizning hayotimizdami mo'jiza yuz berishi notay. Biz de torda talashyapmiz. Allohga shukr. Agar qurolliq bo'lsak, bu talash-tortish qurolliq etishmalar, ya'ni ichki urush bo'lgan bo'ladi. Shuna nasihatchilikka vaqt zoya qilishning qilch ahamiyati yo'q. Bizning ishimizdami ya omad kelgan bir to'pning
yoki siyosiy mohirligi ustun liderga ega bir to'pning g'olib kelishi bilanla birlik amalga oshadi. Ya'ni to'plardan biri g'olib yoki kuchli bo'lib o'tirg'i chiqqandan keyin boshqalari barbara ojizlaydi, ya el oladi, ya yo'q oladi. Shuning bilan g'olib bo'lgan tek taraf qoladi. Balkim eng cho'ng ehtimolli biror davlatning qo'llashini qo'lga keltira olgan taraf g'alaba qilishidir. Diqqat qilsanglar, nasihatchilarning ko'pinchisi mag'lublikning zorini chekayotgan kishilardir. Va bular bu xil kimliklarini bilindirmaslik uchun ismlarini yoshirishga majburdir. Navbatdagi indigenous talash tartish xulosalanib bo'lgandan keyin davomli qoldi bu ishni go'yo hal bo'lmagan, xulosasi chiqmagan bir ishdek, yoki buni oqlab to'g'riligini isbotlab chiqish bir yerdan vazifa qilingandek to'xtamay indigenouslukning Uyg'urlar uchun yomon bir ish bo'lmaydiganligi haqida dalil isbot keltirish urinishlarini uzluksiz davom qilayotganlarning hammasi indigenousllar. Indigenous emaslarning hech biri bunday nasihatchilikka taranmaganligi diqqatga sazovor. Tarixga qarasaqmi yo'qolishga yuz tutganlarning birlik sadolari kuchliroq bo'lgan edi. Xuddi Yapon qarshi urush davrida milliy birlik sepni kommunistlar bekrak tashabbus qilgandek. Chunki ular bu orqali xalqning meylini tutishga tirishadi yoki takror kuchlanishga fursat qozonmoqchi bo'lishadi. Bizning yashayotganlarimiz tarixning umumiy formasiga yot bir ish emas. Ajablanguchiligi yo'q. Shunga buningga bak ajablanib ketishning, vaysab ketishning o'rni yo'q. Go'yo bir millat ichida taraflarga bo'linmaydigandek, boshqa millatlar, boshqa davlatlarda tarixdan bo'lib kelayotgan bu ish bugun bizda bo'layotgan bo'lsa, buning nimasi g'alati? O'xshamagan ideologiyalarni birlashtirib bo'lmaydi. O'xshamagan siyosiy g'oyadagi kishilarni birlashtirib bo'lmaydi. Shunga nasihatchilikka vaqt zoya qilishning ahamiyati yo'q. Cho'ng birlashish tarixdan beri bir chaqiriq bo'lib kelayotgandek, bundan keyin bir chaqiriq bo'lib qoladi. Ammo reallik boshqacha bo'laveradi. Tarixdan beri hamma millatlarda ko'rilgan ichki urush majralarida birlik tashabbuschilarining ojizlashayotgan, yo'qolishga yuzlanganlardan chiqadiganligi diqqat qo'zg'aydi. Aslida bu ularga fursat qozondirishi mumkin. Masalan, Xitoy kommunistlik tashabbus qilgan milliy birlik sep aslida kuchayib olishning fursatini qozonish shumligi edi. Amaliyotda kommunistlar Yaponlar bilan ish birligimi qilgan. Milliy birlik sepdan keyin davlat armiyasining quruqlik 8-armiyasi deb e'tirof qilingan kommunist armiyasi Gomindanning ba'zi ichki planlaridan xabardor qilingan. Chunki birlik sep bo'lgan ekan, bu davlat armiyasining bir qismi hisoblangan ekan, albatta ba'zi planlar uchurlarni o'rtoqlashimiz bo'lmaydi. Bu bo'lsa kommunistlarning ishiga yaragan. Uchurlarni Yaponlarga sotgan va Yaponlar bilan kommunist hukmronligidagi Shimoliy Shanshiga hujum qilmaslikka haqida kelishgan. Degandek, bu milliy birliksa kommunistlarning ishiga yaragan. Urush harbisida 200 ming kishilik qo'shini bo'lgan kommunistlar urush davrida kuchayib 1,5 million kishilik armiya bo'lib chiqqan. Gomindanning necha million kishilik armiyasi urushlarda yo'qolib, kommunistlar tarafga qochib, urushdan keyin 1,5 millionga tushib qoldi. Bunday o'rnaklar boshqa davlatlarda ko'p. Nima uchun bunday birliklardan foydali bir natija kutilmaydi? Chunki har ikki taraf fursatparastlik qiladi. Hech qaysida samimiylik bo'lmaydi. Ideologiyasidan voz kechmaydi yoki yolg'ondan voz kechadi. Bunday ahvolda bunday birliklarda samimiy bo'lganlar ziyon tortadi. G'arazlik birlikda bo'lganlar kuchayib chiqadi. Shuning uchun siyosiyda birlashish tashabbusi qilinmaydi. Bunday tashabbuslar amaliyotda nodonlikdir. Her yerde bir qalbda kuchib qollar. Hammamiz birlikda Xitoyni tillaymiz, birlashaylik, bir-birimizni nimishqa tushunmaymiz, nimishqa birlashmaymiz, kuchimizni Xitoyga qarataylik. Nafratga nishon bo'lib qolayotgan taslimchilarni qutqizish chaqiriqlaridir bu. Kuchimizni Xitoyga qarataylik, ammo siz chapanchiligini qilayotganlar dal shu biz qarashtiradigan dushmanning juvusida tarlamoqchi emasmidi? Hamkorlik urinishida bo'lgan emasmidi? Bu ulug'vor chaqiriqlarni ularga deyishni bilmay turamiz. Nima uchun shularga demadingiz? Bu xuddi urush davridagi kommunistlarning cho'qqanlariga o'xshab ketadi.
Kommunistlar ichki urushni to'xtatish, tashqi dushmanga qarshi milliy birlik saf qurish tashabbusi bilan xalqning meylini tutgan edi. Her qaysi şehirlerde ichki urushga qarshi xalq namoyishlarini tashkillaydi, o'quvchilar namoyishlari tashkillaydi, shuarlari bo'lsa tashqi dushman qarshisida ittifoqlashish, ichki urushga qarshi turish degandeklar. Yuqorida deyilgandek bu kommunistlarning Go'mindang hukumatini ojizlatishiga, xalqning qo'llashidan mahrum qilishga, hokimiyatni tortib olish maqsadiga yaragan edi. Yana bir masalani ta'kidlab o'tdim. Qarindoshlarning diqqat bilan anglab, astoydil o'ylanib, amaliyat ustiga qo'yib turib, hazm qilib beqishinglarni so'rayman. Nasihatchilik va birlashish tashabbuschilarining yana bir ish turi desakmi bo'ladi buni. Bu Sharq Turkiston surgundi hukumatiga bo'lgan dushmanlik. Bu dushmanlik hukumat qurilgan kundan beri mavjud bo'lib keldi. Erkin Asiya Radyosu'nun Uygurca bölümü bu düşmanlıkni aşkarı ifadaladi. Uygur Qurultayı maxsus yig'in chaqirib düşmanlık tutum belgiledi. Teşkilatsız kişilerden bu nurguni hükümetke hiç gap yo'qla düşmanlık meydanı tutup geldi. Hükümet tarafından cezalanıp çıkarılganlar özlerini hükümet deb iddia qilish bilan hükümetni itibarsızlaştırdı. Başka teşkilatlardan mı çıkıp ketkenler, sıkıp çıkarılganlar bo'ldi. Ama ular özlerini şu teşkilatның əslisi deb iddia qilmadi. Mesela Uygur Qurultayı parçalanıp bir moncha moyun başlıklar sıkıp çıkarılgan bolsa-mı, çıkarılganlar özlerini Uygur Qurultayı mana biz, ular yalgan demedi. Nima uchun hukumatdan chiqarilganlar bunda iddaoda bo'ldi? Bu aqllarga bir ishoradir qarindoshlar. Bundan başka bir munç toplar, atalmış partiyalar, teşkilatlar, kaptı kişilerimizin işmi hiyali hükümet bilen hepiliş bulup bu hal hala devam kılmakta. Eli kayıt kurup çıkmakçı buluşudu. Eli hükümetten üstün durduğun allıkandak teşekküllerine heves kılıdı, kıpakıdı. Bütün dikkatini hükümetini parçalab tügütüşke, acizlaştırışka, pahalet kılıp unutulduruşka urungucular, ton yengüşler oturgu çıkışını devam kılışmakta. Fakat ton yengüşleydi. Kütek bir. Bularning niyeti zaten nima? Mansab mı, dava mı? Hem şundaqdek hem undaq emasdek bilinadi. Bu hemmini öz içine aladigan isimlar bilan qurilgan teşekküllerning zodi qaysisi eng cho'ng? Faqatli bilgili olmaydi. Özlerin bilmesi gerek. Bu ixtiyorsizlar bir İngiliz latifisini isimga soladi. Latifida shunday deyiladi. Angliyada, Londonda bir ko'chada 3 qahvaxona bor ekan. Bu 3 qahvaxonaning birisi reklam xarakterlik bir yeziqida, derazaga choplangan yeziqida dünya bo'yicha eng mashhur qahvaxona deb yoziladi. Yana birisi ummu shu derazaga yozilgan reklamida London bo'yicha eng mashhur qahvaxona deb yozibdi. Uchinchisi mushu ko'cha bo'yicha eng mashhur qahvaxona deb yozibdi. Bularning qaysisi eng mashhur bilalamsizlar? Gerçi dünya deb yozgan bo'lsa-mu, aşırı ko'chaning ichida, bu ko'chaning ichida. Undaq ekan, mush ko'cha bo'yicha eng mashhur deganning tagida qolaveradi. Ama avlicho dunyoda, yer sharida, shunga dunyo bo'yicha deganning tagida qolaveradi. Uchinchisi London shahrida. Undaq ekan, London shahri bo'yicha eng mashhurning tagida qolaveradi. Qaysi mashhur bo'lgan? Xuddi shunga o'xshash. Hazır oturdu boy ko'zitib turayotgan, hamda faqat qurilishini e'lon qilibla yo'qolgan
ismi bor, jismi yo'q tashkilotlar va boshqa qurilmalar ichida sürgündü hükümetinin faaliyeti en canlıq şekilde devam qılmaqda ve künsürü kengəyməkdə. Kündülük TV xəbərləri Uyğurçadan ötüb hem de İngiliz dilidimi izchil anıltış elib beriyotidi. Baş minister Salih Xudayarning chet el matbuotlarida elib beriyotgan ko'rishmalari, ziyoratlari xalqning tüp g'oyasiga, orzusiga uyg'un bo'lish bilan birga izchil davom qilyotidi. Künsürü kengəyiyotidir. Şundaqla Şərqi Türkistandakı zulüm, qatliam, Xitoy tabiatidagi irqchilik, Xitoy siyosatlaridagi nomussuzliklarni bayon qilgan maqolalarimiz chet el matbuotlarida e'lon qilinyapti. Mushularga qaramay, bu hukumatni emas, qo'g'landilar tarafidan iddao qilingan so'nggi hukumatlarini, holbuki bugungi kelganda ular o'zlarini iddaolarini unutib qoldi. Hükümet deb yurdiganlar mavjud. Bularning niyati nima? Bu so'nggi hükümetlerini quvuvchilar, uning kapitallari o'zlarini bu iddaolarini unutib qolganlar. Lekin teshidagi ba'zilar unutib qolganlar emas. Yanılı onu qatorda sanayotidi. Manchu hükümet var deyishni davom qilyapti. Niyat nima? Kichkina aql joriy qilaylik. Allah bizga bu aqlni ishlatishga bergan, ijaraga bermagan qarindoshlar. Hukumatning ish faoliyatlari ma'lum chig'irga tushgan, chet el matbuotlaridan ma'lum yuchuqlarni ochgan va echayotgan mushu vaziyatda qanday qilish kerak? Bu hukumatni buzib qayta qurish kerakmi? Buning bilan mushunchilik chig'irga tushgan ishlarning hammani yo'q qilib, jimi ishni ximir yondirish kerakmi? Tabiiyki, bundaq bir tubdan o'zgartish chekinishni keltirib chiqaradi. Buni har kim faraz qila oladi. Shuningga qaramay, yanada bundaq bir islohot tashabbus qiluvchilarning niyatlariga qanday ishonsak bo'ladi? Nima uchun bu kishilar yoki bu tashakküllar o'zlaridagi aşı texmi bak ishbilar odamlarni tavsiya qilib, hamkorlik asosida mavjud saviyani yuksaltishni o'ylamasdan cho'qin boshqadan qurishni tashabbus qiladi. Bularning niyatning saf emasligini ko'rib oladi. Men bu yerda shuni qat'iylik bilan deb qo'yaman. Bundaq urinishlarning hech biriga yo'l qo'yolmaymiz. Bugungi bu saviyaga asan kelmadi. Bu chig'irlarni asan ochmadi. Shuni bundaq havaslik, xirislik apandilarning orzulari amalga oshmaydi. Nima desangiz davrsiz. Biz bilgan yo'limizda davom qilaveramiz. Agar siz shunchalar qobil bo'lsangiz, hukumat bilan hafalashmay va kechkich faqatli gap qilmay, o'z qobiliyatingizni ish ustida joriy qilib, o'zingizni isbotlasangiz, xalqni qoyil qilsangiz bo'ladi. Agar cho'qim hukumat degan ism ostida ish qilmasa, qiyg'ila olmaydi demoqchi bo'lsangiz, hukumatni siz quring. Biz bir nechiga hukumat deganlarga ko'ndikku. Yana bir qurilsa bek tansiqni tuyulmaydi. Ondan siz ishlardan o't chiqaraversangiz, iqtidoringizga, niyatingizga ishonch qilgan hamon biz sizni dadillik bilan e'tirof qilib, mavzuning taqib etilganligini jakalasak bilan bo'ladi. Biz birlashimchilarga har doim deb kelyapmiz, taklif beryapmiz. Keling, birlashadigan bo'lsangiz, nima uchun cho'qan solasiz? Ammo amaliy bir qadam olmaysiz. Men bu yerda yana bir qatim chaqiriq qilaman. Kompyuterchilar, programmachilar, torbetchilar, karton film yasovchilar, yozuvchilar, tarjimonlar keling. Bizga shunday odamlar kerak. Keling, bu ishni birlikda kuchaytiraylik, kengaytiraylik. Yana bir chaqiriqni takrorlayman. Xalqaro munosabat, diplomatiya qurish uchun odam izlayapmiz. İngiliz dili biladigan to'liq o'tirdan yuqori saviyadagi qarindoshlardan mayli qaysi davlatda bo'lishidan qat'iy nazar tizimga aldosi bo'ladi. Buni oldingi qatimda degandim, lekin natija ichinishli. Bu haqda tuvanda yana to'xtalaman. Buningmi darhol suyuqlantirish kompaniyasi boshliq bo'ldi.
Biz kursaçımız degan hamatlar bir suyuqlandırış kompaniyasi başladı. Ba'zilar kursaçı vetibdimish. Mana shunday. Xitoyni sotqa versak derhal bir Uyg'ur soti turg'i chiqadi. Biz bu sot uchun iyani to'plamoqchi bo'ldik. Tarixda tunji qatim. Derhal her bir kichik sho'dijimlargacha iyan to'plashni boshladi. Endi biz kursaçimiz deb qo'yuvchilar kurslarni maydonga kelib qopdi. Bular o vazifasi shu bo'lgach qiyson ergishayotgan manqurtlarga aqlini ijaraga berayotganlarga hayron bo'lmay chaqirıyor. Aldingi videoda deb o'tgan yana bir masalani bu yerda ta'kidlayman. Bundan keyin davomli ta'kidlashimiz zarur bo'lmoqda. Bu shu Sharqi Turkiston mustaqilligini g'oya qilgan siyosiy kurashdan uzoq her turdagi atalmış ilmiy tashkilotlar, g'ayri siyosiy tashkilotlar ve şununla o'xshash to'xtamay qurilayotgan tashkilotlar usti devilingan qurilmalarning hammasi Xitoylarning mustaqillik talabidagi tashkilotlarni yetim qoldirish projesi uchun xizmat qilmoqda. Mayli buni bilib qilayotgan yoki bilmay qilayotgan bo'lsin, natija e'tibori bilan bu keskin mana shunday natija beryapti. Xitoylarning chet ellarda qilmoqchi bo'lganlariga doir hujjatni yana bir qatam eslataman. Bu hujjatda Xitoylar chet ellardagi g'ayri mustaqillik talabidagi tashkilotlarni ko'paytirish va kuchaytirish haqida niyatlarini ma'lum qilgan bo'lsa va bizning amaliyotimiz buning bir yansıması bo'layotgan bo'lsa, nima desak bo'ladi? Nayda tabiiyki Xitoy projesi uchun xizmat qilish bo'ladi. Növbetdə bizning faoliyat sahamiz kengayyotidir, qarindoshlar. Qiladigan ishlarning oldi echilyotidi. Nayda afsuski iqtidorli kishilar yetishmayotidi. Chunki bu odamlar ana shunday har turdagi tashakküllarga to'plab olingan bo'lg'achqa, ular hukumatga kelib bu ishlarda rol olishni xohlamayapti. Mushu yo'sin ketaveradigan bo'lsak, millatning holi nim bo'ladi? Nima uchun men bu atalmış ilmiy va siyosatdan xoli tashkilotlar va qandaqdir partiyalar haqida bunchalik besaranjonlikqa tushdim? Buni nima deb qo'yay? Aslida men buni nazariya jihatdan burilib hukm bo'lgan bo'lishimga qaramay, e'tirof qilishdan intayin qo'rqib turayotgan bir oqibatni amaliyat ustida aniq ko'ryapman. Ya'ni bu qatimqi diplomatiya va tashqi munosabatlar kursiga odam tizimlash chaqiriqimizdan keyingi natija bu hukmimni aniq dalilladi. Millatimizning kelgisidan qo'rqishga boshladim, qarindoshlar. Bu kursni surgun hukumat tashkillaganligi tizimlash jadvalida mustaqillik qarashini taqozo qiladigan siyosiy kurashda rol olishga qistaydigan ba'zi savollarning bo'lishi mana bu vatanparvarlarni to'xtatib qo'yganligini uqdim. Aslida qiziqish xili zo'r bo'lgan. Xili ko'p odam o'qiydiganligini ma'lum qilgan. Jadval evatilgandan keyin yenilag'an. Başqa biringlar bugun kuch qilib baqqanmadingmi shunchalik ishni? Endilikda biz surgun hukumat bo'lish sifatida tashqi yordamlarning ishga yetishga boshlaganimizda qo'rqinchli holimiz oshkora bo'ldi. Demak, agar kelajakda surgun hukumat Sharq Turkiston milliy armiyasini qayta qurish uchun imkoniyat qozongan taqdirda, xuddi shuningdek tutum bilan askar bo'lishga odam topilmaydiganligimi ayon bo'lyapti. Qani sizlar ey amaliy ish qilmaydigan undamchilar, bu holni ko'rib qo'yinglar. Bu holimizni ko'rib qo'yinglar. Torda vatanparvarlik qiladiganlar, to'xtamay allaqanday yo'g'on tashkilotlarni qurib, eng ustidagi, uning ustidagi bo'lishga havas qilayotganlar, partiya qurg'uvchilari hammalarning vatanparvarlik shumi? Vatanning mustaqilligidan o'zinglarning taraf maydoni tahim muhimmi? Albatta tahim muhimki. Buni bu amaliyotdan ko'rdik. Demak, surgunda hukumatning boshlamchiligida Sharq Turkiston ozod bo'ladigan ish bo'lsa-mu, buningga rozi bo'lmaydigan bir xil shumliqni ko'rdik. Esinglarda bordir, balki ilgari men Uyg'urlarda sharq vatanparvarlik degan temada bir video nashr qilgan. Xuddi shuningda deyilgandek vatanparvar bo'lishimizning turli shartlari borligi yana bir qatim isbot berishdi. Ya'ni o'z oldiga bo'lganda vatanparvar,
birisi başlagan vatanperverlik faaliyetiga qatnaşadığanda sen başlaganga men avaz qoşsam şerep sana bop ketmemdo deydigan tutum çokum özü başlaş gerek, özü tava olgan top başlaş gerek. Bo'lmasa Sharq Turkistonni ozod qilayli deb qolgan taqdirdimi natijani o'tirdi ko'rib tursin. Sürgün hukumat boshlig'i ishga qatilamdigan deydigan shu niyat bilan püteyli deb qolgan ishni buzishga yaraydi ekanmizki, shunga qatilib hassamni qo'shay demaydiganligimiz ma'lum bo'ldi. Cho'jining shumliqidan to'xining amchiki. Bu temsil. Mana bu yerga xo'p tushdi. Qarindoshlar, tor vatanparvarlari, torda inqilob izdigan hatto jon pido qilishga tayyor fidoyilar. Diqqat. Siz jiningizni pido qilishni qo'yib turib, shaxsiyatingizni, nafsingizni yengishga tirishing oldi bilan. Alloh hidoyat bersin. Sen azod qilgan vatanga bormayli qo'yaman deydigan darajadagi bu shumliqqa nima degilar? Men bu millatimni har kimdan o narsa obdan tushunaman deb tamanno qilatdim ilgari. Ama bu derecede şum, bu derecede peskeşler oylamağa ekanman. Eyip qarindoshlar. Nomus. Biz yani qaysi inqilobni qilmoqchi? Vatanni qanday ozod qilmoqchi? Hatta atalmış solchilarni mi ko'ryapmiz? Solchilarni, chepchilarni. Xitoyparastlarga chor yo'q. Atalmış mustaqilchilarni o'xshashla Wang Shujulikini joriy qilib Üzü rəhbərlik qılmasa səbki qetilmaydigan əksici buzuşqa tayyor ahvolda ekanmiz. Qarindoshlar, bu mavzuni mushaqicha so'zlaylik. Aslida Rossiya Ukraina urushi haqida biroz so'zlayman. Shundan aqsi qetib qo'yaman deb o'ylagan bek uzrab ketadigan turdi. Bu mavzuni ayrim so'zlayman agar nisb bo'lib qolsa. Buguncha yetar. Ammanlarda Allah'ın hayırlık, ecir tileymen. Allah ammanlarını selamet kılsın. Yana bir kıtım görüşkice